Diqqat, taniqli xonanda dahshatli avariyaga uchradi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Xonanda Shoira Otabekova avtohalokatga uchradi. Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hodisa tafsilotlarini ochiqladi. 19-iyun kuni Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida xonanda Shoira Otabekova yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Voqea soat 12:20 larda Qo'rg'ontepa tumani Xurobot mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan D138 avtomobil yo'lining 42-kilometrida sodir bo'lgan. 1980-yilda tug'ilgan Shoira Otabekova o'zining BYD Song Plus rusumli transport vositasida Xonobod shahar yo'nalishi bo'ylab boshqarib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida yo'l chetidagi chegara sim to'sig'iga borib urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Transport vositasi texnik shikastlangan. Holat yuzasidan hozirda Qo'rg'ontepa tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xonanda o'z Instagram sahifasi orqali ahvoli yaxshi ekanini ma'lum qilgan. Men avariyaga uchradim. Strechiga chiqib siqqan odam qochib ketdi. O'zimga hech nima bo'lmadi. Ko'ramiz endi kim buni tagida turganini deb yozgan u deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang.